yeymiz. Boshda yeymiz, maza qorin och. Ertalab zavtrak qilmoqdik. Nima debdi? O'zbek kuzina debdi. Kuzina degan nima degan? Ya'ni xolavachcha, ammavachcha. 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 Ammamni oshxonasiga keldi. Shunday desangiz bo'ladi, istasizlar. Sog' bo'linglar. Like bosinglar. Chiqib birga qilinglar. Wie heißt du? Jahongir. Jahongir. Oshingiz mantimi? Nimalar bor yani? Manti ham bormi? Manti, havo manti bor. Bu manti yelikdi. Keyin ana Bobur akaniki oshimiz. Oshxonami kimda? Osh bor. Do'stlar, ikkita porsiya kamlik qiladi. Bunaqa mazali mantidan. Kadrli ekan. Qani? O'zbekona ham Bavariya, Germaniyaning Myun shahrining markazida. Osh qancha ekan aka? Qancha? 14? Ha. Menga 7 beraman. Sevasiz.